birinchida u bo'lar ekan, birinchida bu bo'lar ekan deb odamlar o'zi havosatchida o'zi. Chunki 3-4 o'ylab metan bermasa hech kim bilan hech kimning ishi yo'q. 1-apreldan hop plastik karta onlayn orqali metan zapravkalar to'lov bo'lar ekan desa odamlarda havosat vahima tushyapti. Mana bugun 31-mart, mana hozir zapravkaga keldik. Qani operatorni o'zidan so'rab ko'ramiz. Nima deydi operator qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzimsiz aka, charchamang. Ishlaringiz yaxshimi? Nima turibsizmi? Hop, ertadan aka nima bo'layapti endi to'lovlar? Haqiqatan ertaga xudo xolasa plastikka savdo bo'lar ekan. Endi plastik olib yuraveramiz. Yo'q, chaynamayman oğlum. Ketdik.